Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga. Ko'rib turganingizdek, seximizda gazabuluq ishlarni ishlab chiqarish jarayonida video lavhalarimiz do'stlar. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videolarimizni biz boshladik. Do'stlar, bu seximizda liniyaviy holatda, mana bunday liniyaviy holatda gazabuluq ishlar ishlab chiqariladi. Hamda mana bunday holatda qoliplariga mishalka orqali kuyilyapti do'stlar. Qo'yingki, bu liniyaviy holatimizda 30 ta qolip bo'lsa, bir kishi bemalol ishlayapti do'stlar. Charchab qolib netgan yo'q. Ishchi kuchi ham oz bo'ladi liniyaviy holatda do'stlar. Kimgadir ko'rib turganingizdek, mana shunday gazabuluq stanoklari kerak bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilasizlar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Tushunmagan akalar kelib shu seximizda o'zlari kuyib, o'rganib, bemalol xotirjam men usta bo'ldim desa, komplektlarni tayyorlab beraveramiz. Yotoq joylari bor do'stlar. Mana holat shu shulkasi bo'lsa, bu liniyamizda quritish jarayonlaridagi qatorlarimiz bo'ladi do'stlar. Mana bunday holatda poddomlarga quritib, klientlarga zakazlari mana xudo xolasa yetkazishda davom etmoqdamiz. Ko'rib turganingizdek, hamda stanok so'ragan akalarimiz stanoklarimiz, reska so'ragan akamizga reskalarimiz, mana bunday reskalarimizda 20, 30, 60 razmerda diagonallari hamma joyida xudo xolasa javob bo'ladi do'stlar. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz, aloqaga chiqaverasizlar. Komplektlar tayyor qilib qo'yganmiz.